Yaxshi, bugun birinchi kuningiz opa, siz tortmadingiz hali. Kelganini olamizda, keyin do'y posli qilib qo'yamiz. Mana tashqari tomonga yuramiz opa, ko'cha tomon kirdingiz. Bu opamiz yo'q, o'tiravering. 2 marta operatsiya qildirganda. Nechinchi yillar opa? 24'de 2 marta bo'ldi. 24, 1 yil ichida 2 marta bo'ldi. 9 oyda 2 marta. 9 oy ichida 2 marta, yaxshi. Qaysi oyoqqa beryapti yana? O'ng 10 oyoq. oyoqqa beryapti. Emertsda 4 dona grija bor yana. Qayerdan oldirgan bo'lsa ham xuddi joylardan chiqyapti. Bo'ldi, qaytaring, ko'p qiynamaylik, orqasiga qaytaring. O'zimizni Andijonda qildirdiz-a? Andijonda Mobina Shifoda. Ya mayli, aytlarni aytib olmay qo'ying endi. Aytaveraman. Endi ular meni yomon ko'rib qo'ymasin. Xo'p, lekin oyog'ingizga tortish beryapti. Oyog'im shu mana shu yeri yo'qda. Mana shu yer. Qarang mana, umurtqadachi krijadan tashqari spondiloartroz degan kasalliklar bo'lyapti-da. Uni operatsiya qilsa ham qutulmayapti buni. Lekin avval grijasi necha bo'lsa xuddi shunday turibdi, opa. Solishtirdik-a, do'y posli qilib solishtirdik. Eng oxirgi emertsida yana qaytalanibdi. Yaxshi, endi Qaytalangan. endi mana Oldingizda ham qaytalangan, bunisida ham. oldingizda ham qaytalangan, bunisida. Shuncha 2 marta qildirdida qaytalanganligi uchun. Xo'p. Demoqchimanki, mana hamma xonada bor operatsiya bo'lganlar, hamma xonada yotibdi. Men sizni birinchi kursingizda olaman, 1 oydan keyin yana bitta olaman. 1 oydan keyin bu videoyim turadi joyda. Endi sekin xonangizga kiring. Bugun birinchi kuni. Xudo xolasa 3 kunda o'zgarish bo'ladi. Sekin boravering. Ikki marta bo'lganda, qani? Tortamiz endi. O'tganda ham olganmiz. Xo'p, ikkinchi etapniki endi bu. Yaxshi. Paxotkiz ham jichcha bor yana ozgina. Necha 60% yaxshimi? Ha, 60%. O 10% mi? Yo'q. Yaxshi. Tashladimi? 2 marta operatsiya bo'lgansiz. Bunasi ko'pda. 2 marta operatsiya bo'lgansiz. Operatsiya bo'lganman. Nechinchi yillari? Ikkosi ham 9 oyda qaytarangan. 24 bo'lgansiz-a? 24. Yaxshi. Rejim qilasiz. Qatta joyda yotasiz. Birinchi kursdan qanaqa rejim qilsangiz shunaqa qilasiz-a yana? Yaxshi. Bu holatga ishonmayapsan, yoting yuzga borib. Ha, yo'qdim. Demoqchimanki, asosiy narsa rejim. Qatta joyda yotasiz, uzoq o'tirmaysiz, opa. Endi imkon qadar yana 2 oydan keyin bitta ko'rishamiz. 3-kursda ko'rishamiz endi. 3-etapda olamiz-a? Mayli, yaxshi bo'lib qoling, opa, sog' bo'ling. Shunchalik bo'lib qoldim, xudo xolsa endi 3-kurs